Abdulla Qahhor, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida menejment fakulteti talabasi Hamroyeva Sabina Ismoil qizi. Mayiz yemagan xotin. Ayol kishi erkakka qo'l berib so'rashdimi? Bas. Ro'za tutgan kishi og'zini chayqasa, suv tomog'iga ketmasa hamki, ro'zasi ochiladi. Shu og'iz chayqashdan bahra oladi-da. Abdulhakimning qiziga usta Mavlonning o'g'li bir hovuch mayiz berganini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Hayo bormi shularda? Shariat yo'li, xo'p yo'l. 11 yasharida paranji yopinmagan qizdan qo'lni yuvib qo'ltiqqa ura bering. Paranji hayoning pardasi-da. Mulla Norqo'zi har kuni bozordan qaytib samovarga chiqadi va ko'ngli tortgan odamlarni atrofiga to'plab, yarim kechagacha shariatdan yuz o'girgan xotinlar to'g'risida shunday vaysab o'tiradi. Ba'zan panjasini yozib, o'zi bilgan oilalarni sanab chiqadi. Sotiboldining xotini dorixonada ishlaydi. Har kuni mingta odam bilan javob muomala qiladi. Axir bittasi bo'lmasa, bittasi ko'z qisadi-da. Meliqo'zining xotini avtobusda konduktor. Ba'zan yarim kechada keladi. Ishini erta tugagan kuni ham yarim kechagacha yursa, ayshini qilsa, eri bo'lib o'tiribdimi? Izzatillaning singlisi bo'lsa artist. Aloyiqqa qarab muqom qiladi. Norbutaning qizi doktorlikka o'qiydi. Mingta oshnasi bor desangchi, erkaklarning ichida yurgandan keyin nima bo'lar edi? Bo'yga yetib qolgan qizlarni maktabga yuborgan otalarga hayronman. Shular xotinning yoki qizining o'ynashlik qilib turganiga ustiga kirsa-chi, Qur'on ursin agar, beinovat deb chiqib ketadi. Puxta gap shu. Ochiq xotin qizlarning har bir harakatidan Mulla Norqo'zi buzuqlikka dalolat qiladigan talay belgilar topadi. 7 qavat parda ichida o'tiradigan o'z xotini esa bular qarshisida ko'zga farishta bo'lib ko'rinadi. Namoz o'qiydi. To'pig'idan yuqorisini avrat hisoblab jiyakli ishton kiyadi. Bir kuni kechqurun Mulla Norqo'zi hovlida cho't urib o'tirar. Xotini esa namoz shomgullariga suv quyar edi. Shu onda hovlining ustidan pastlab uchgan samolyot o'tib qoldi. Xotin chars bedanada yetib patillab qochmoqchi bo'lganda yuzini karnaygulning poyasiga urib oldi. Yuzi butoqqa yomon tegdi. Ko'ngli ozdi. Axir muncha, dedi Mulla Norqo'zi. Samolyot past ko'ringani bilan unday kishiga sen juda ko'ringaningcha chumolidek ko'rinasan. Chumolincha ko'rinsam ham ko'rinar ekanman-ku ishqilib, dedi xotin yig'lamsirab. Mulla Norqo'zi hazil bilan uning alamini bosmoqchi bo'ldi. Hali men seni ochaman deb yuribman-ku. Xotin uning yuzini xo'mrayib qaradi-da, keyin sarda qilib uyga kirib ketdi. Qorong'u uyning allaqaysi burchagidan uning tovushi eshitildi. Har kimning o'ri boshqa. Zerikkan bo'lsangiz, u dunyo bu dunyo yuzimni qora qilmasdan javobimni bera qoling. U bir hafta bo'yi qovog'ini ochmadi. 3 kecha o'rnini boshqa solib yotdi. Mulla Norqo'zi o'sha gapni hazillashib aytganini arz qilish uchun oldidan kelsa tishlar, ketidan kelsa tepar edi. Bir kechasi gapning xotinning diyonatli poktomonligidan boshlagan edi. Xotin ancha yumshadi. Hazilingiz qursin, dedi chiroqni pasatayotib. Kishining imonini qochiradi. Ochilish u yoqda tursin, ochiq xotinlarning yuzini ham ko'rmayman, deb ont ichganman. Bir kuni 5-6 ta ochiq xotin orasiga kirib qolib, ne vaqtgacha ko'nglim g'ash, tabim kir bo'lib yurdim. Tushimda rahmatlik dadamni ko'rdim. Men bilan gaplashmadilar. Gapni ko'ring-a, aytgani kishining yuzi chidamaydi. Begona erkakning qo'li oq, sochini qoraytirar emish. Tavba qildim. U nima degan ekan? Obbo, muncha suyuvdingiz? Shunaqa gaplarga sizning ham suyagingiz yo'q. Nari yoting, begona erkak kishining qizligini esiga soladi deydi-da. Shunaqa gaplarni ochiq gapirishadimi? Vo xudo, paranjini tashlab ko'chada yurishga yuzi chidagandan keyin uyati bormi? Qurib ketgunlar. Biram sharmandaki, tavba qildim. Badaningda naming borida 5-6 ta erkakni ko'rmasang, umr bo'ladimi? Bu umr deydi-ya. Tag'in ham zilzila bo'lib hammani yer yutmas ekanda. Tavba qildim-ey. Mulla Norqo'zi ertasiga samovarga chiqqanida yana panjasini yozib, o'zi bilgan ochiq ayollarni sanab chiqdi va xotini aytgan gap ayblarni bularning har qaysisiga taqdi. Jinday o'zidan ham qo'shdi. Axir bittasi oppoq sochi bilan menga tegishdi-da. Soching oqarsa ham tinib o'lmas ekansan-da, desam,
Sochim oq bo'lsa ham ko'nglim qora deydi. Shunda o'tirganlardan biri intihosiz gapdan zerikdi shekilli qattiq esnab dedi. Men senga aytsam, mulla Norqizi, gap paranjida emas. Nikolay zamonida Slovatdagi xotinlar bosh yalang emas edi-ku. Endi siz har narsa deysiz, u bunchalik emas. Ko'zingizga shunday ko'rinadi. Mana men sizga aytib beray. Umrimda xotin xalajga suyuqlik qilgan odam emas edim. Bahorda qishloqqa ketayotib yo'lda bir xotinga hamroh bo'ldim. It olib ketayotgan ekan. Hali sizday mening ham ko'zimga bu xotin juda tayyorga o'xshab ko'radi. Hazillashdim, suyuqlik qildim. Indamagandan keyin bir shama qilib ko'raychi dedim. Itning og'ziga charm turtib qo'ygan ekan. Jonidan, nega itingizning og'zini bog'lab qo'yibsiz? Ko'chadan o'zi topib yegani yaxshi emasmi, desam, buning ham og'zi sizning og'zingizdek shalaq. Ehtiyot yaxshi-da, deydi. Terlab ketdim. Orqamga qaramay bir qochdim. Shariat xotinni qattiq tutish kerak, deydi-yu, ammo xotinni qancha qattiq tutsangiz, shuncha g'aflatda qolishingizni poylaydi. Mulla Norqizi bu odamning oddiy haqiqatni anglamasligidan ko'ydi. Behuda gap. Mana mening xotinim nima ekanini o'zim bilaman. Paranjisini tashlab 2 kun ko'chada yursinchi, u odamning zardasi qaynab ketdi. Nega ko'chada yuradi? Ko'chada paranjilik yursa ham ayniydi-da. To'g'risini aytaymi? Paranjilik xotin harom ishga yaqinroq bo'ladi. Sababki, agar siz yuziga kulib qaramasangiz, devorga shoti qo'yib ko'chaga mo'ralaydi. Ko'ylaklik olib bermasangiz, tom orqasidan ko'ylaklik uzatadigan chiqib qoladi. Ochilgan xotincha, ko'ylak olib bermasangiz, o'zi ishlab, o'zi oladi. Ehtimol shundaydir, ammo mulla Norqizining xotini pokdomon. Agar mulla Norqizi 10 yil yuziga kulib qaramasa, qopdan ko'ylak, bo'yradan lozim kiyishga majbur qilsa ham, pinagini buzmaydi. Har qanday xotin bilan ham inoq bo'lavermaganining o'zi o'ta diyonatli, pokdomon ekanining nishonasidir. Uning bitta o'rtog'i bor. Bu xotin to'g'risida mulla Norqizi shunday fikrda. Agar farishta ilgari o'tdan bo'lsa, shuning onasi. Endi tug'ilsa shuning bolasi bo'ladi. Agar hozir yerda bo'lsa, shu xotinning o'zi. Shuncha keladi, haftalab, 10 kunlab turib qoladi. Nainki shu uchoqqacha mulla Norqiziga tovushini eshittirmasa. Shariatni mahkam ushlagan xotin shaharda 2 ta bo'lsa, biri mulla Norqizining xotini, ikkinchisi shu. Namoz o'qiydi. Odatdagi ro'zadan tashqari ashira oyida ro'za tutadi. Zavoddan chiqqan nonni, hozirgi kushxonalarda so'yilgan molning go'shtini yemaydi. U kelib turganda mulla Norqizi tashqarida, mehmonxonada yotib yuradi va uyini allaqanday nurdek, munavvar bo'lgandek sezadi. Shuning uchun boshqa mehmonlar deysira uning izzati 3 kun bo'lmaydi. Necha kun tursa ham, tovuq go'shtini quymoqqa o'rab, qaymoqqa botirib yedi. Uzoq turib qolgan vaqtlarida xotini qurib ketsin, keta qolmaydi ham. Lablarim quruqshab ketdi. Sadaqai erkaklik keting. Xilvatga tortib o'pishni ham bilmaysiz, deb chiqsa, mulla Norqizi urishib beradi. O'zingga munosibini gapni gapir, yengil bo'lma. Mehmon atoyi Xudo. Mulla Norqizi safarga ketadigan bo'lib qoldi. Ketishdan bir kun ilgari xotiniga aytib, o'sha farishtani oldirdi va o'rta eshik oldiga borib qiyomatlik singlisidan iltimos qildi. Singlim, men 10 kunda qaytib kelaman. Kelgunimcha o'rtog'ingiz bilan birga bo'ling. Mana, o'zingiz ko'rgan joy, bemalol ishlaringni qilinglar. Xo'pmi singlim? Xo'p deyaptilar, dedi mulla Norqizining xotini. Bu kishining ham menga o'xshab boshqa gapirishadigan o'rtoqlari yo'q. Xotini kechqurun mehmonxonaga ovqat olib chiqqanda mulla Norqizidan olib keladi. Uyatga ham o'ldirasiz kishini, dedi yig'lamsirab. O'rtog'im har kelganda menga bir narsa olib keladi. Mana, bu safar bir jo'ra shohi olib kelibdi. Shu choqqacha bitta dasturmol ham bera olganim yo'q. Men-ku yilda 5 kez chet ko'rmayman. Kelishingizda shu bechoraga bir narsa olib kelsangizchi, siz ham odam bo'lib. Ey devona, o'zim narsaga muhtoj bo'lsa, senga narsa olib kelarmidi? Anna bo'lsa Xudoning bergani, olib qo'ya ber. Yaxshi gapimni ayama. Hech bo'lmasa bitta paranji olib keling, savob bo'ladi. Xotin kishiga paranji olib berish masjid solishdan ham savob emish. Paranjisi eski, har kelganda birovnikini yopib keladi. Xayr, mayli. Ammo men kulguncha seni yolg'iz tashlab ketmasin.
Qo'ni qo'shnilar bilan kirdi chiqdi qilmanglar. Xotinining chehrasi ochilib ketdi-da, burilib ketar ekan, qizlarga xos sho'xlik bilan aylanib dedi: "Bir narsangizni buzib qo'ydim. Aytsam urushmaysizmi? Olib kelgan suratingizdagi odamlar xuddi kishining aftiga qarab turganga o'xshaydi. Igna bilan hammasining ko'zini o'yib qo'ydim." Mulla Norqo'zining achchig'i keldi. Chunki bu Makka-i Mukarramani bir sartarosh o'rtog'idan ming iltimos bilan olgan edi. Axir undagi odamlar hammasi hoji-ku. Ha, o'la qolsin, hoji odam emasmi? Xotin kirib ketdi. Mulla Norqo'zi ovqatini yeb, choyga muvor bo'lib o'tirganida, ko'cha eshigidan yoshgina bir xotin kirib keldi. Chimmati qo'lida. Hoji xatini uyiga o'g'ri kirgan, yordamga kishi chaqirgani kelgan odamga o'xshar edi. Mulla Norqo'ziga bir qaradi-da, to'g'ri ichkariga yo'naldi. Erkakni ko'ra turib, yuzini berkitmaganiga Mulla Norqo'zining g'ashi keldi. Va shunday beibo xotinning ichkarida farishtalar oldida kirishini xohlamadi. Hay, xo'sh, kimda ishingiz bor? Xotini o'rta eshikdan kirib ketdi. Mulla Norqo'zi darg'azab bo'lib o'rnidan turdi va eshik oldida borib bor tovushi bilan baqirdi: "Hay xotin deyman, qandoq behayosi, jinnimi o'zi bu?" Shu onda ichkaridan o'z xotinining tovushi eshitildi. "Ey, qanaqa xotin bu? Birovning uyiga bostirib kiradi." Nimadir gursillab yerga tushdi. Nimadir sindi. Uyning eshigi sharaqlab ochildi. Bir lahza jimliqdan so'ng haligi begona xotinning baqirgan tovushi eshitildi. "Xudo ko'tarsin sen mega jinni. Ikkita bolam bor. Bo'ydoq yigit qurib ketganmidi?" Yana nimadir sindi. "Ay, nima gap?" dedi Mulla Norqo'zi bo'sag'ada turib. "Singlim, siz o'zingizni bir chetga oling. Nima deydi bu manjalaqa?" Begona xotin ayvonga chiqib dod ustiga dod soldi. Bir pasda tom, devor ustlari, ichki tashqi hovlining yuzi odamga to'ldi. Mulla Norqo'zi ayvonning pastidan kelib u xotinning etagidan tortgan edi. Xotin jon jahdi bilan bir tepinib og'zi burni qon bo'ldi. Bunga ham qanoat qilmay uning ustida o'zini tashladi. "Voy dod, xaloyiq, bu qanday erkakki xotinini birovga qo'shib qo'yib, o'zi eshik poylab yotadi. Voy dod, xotiningga qo'shgani bo'ydoq yigit qurib ketganmidi? Ikkita bolam bor." Odamlar ajratmaganda bu xotin Mulla Norqo'zini g'ajib tashlar edi. Mulla Norqo'zi og'zini ushlagancha chetlandi. Xotin eshik yonida devorga suyangancha turar, rangi murdanikidek o'zi qaltirar edi. Begona xotin hushidan ketib yiqildi. Ikki kishi ayollar kirib, u farishtani uydan olib chiqishdi. U atlas ko'ylak, lozim kiygan, bosh yalang, oyoq yalang, yoshgina chiroyli bir yigit edi. Hamma jim qoldi. Bu sukunatni 70 yoshlardagi bir chol buzdi. U Mulla Norqo'ziga qo'lini paxsa qilib dedi: "Sadaqai odam keting-ey, ayb emasmi? Xotin qilish qo'lingizdan kelmasa, taloq qiling. Qo'ying-ey, qochib keting mahalladan, yo biz ko'chib ketamiz." Devor ustida turgan 12 yoshlardagi bir qiz devordan kesak ko'chirib olib Mulla Norqo'ziga o'qtaldi. "O, o'g'il, turqing qursin, boshingga solaymi shu bilan?" Mahallada sasib, o'quvchi qizlarga kun bermaysan-u, o'zingni noto'g'ri qilasan. Ammaning diqqati xotincha kiyingan va eshik yonida yerga qarab turgan yigitga jalb bo'ldi. Yana jimlik hukm surdi. Bu sukunat og'ir tegirmoni toshib Mulla Norqo'zini yanchib yubordi. U devor ustidagi qizga qarab, bo'g'iq tovush bilan o'shqirdi: "Sen gapirma, senga kim qo'yibdi gapirishni? Usta Mavlonning o'g'lidan bir hovuch mayiz olganingni o'z ko'zim bilan ko'rganman." Hamma kulib yubordi. Tomdan kimdir qichqirdi: "Ha, bu kishining xotini mayiz yemagan.